Assalomu alaykum akalar ukalar, aziz obunachilar. Telefonim cho'ta qatishni boshladi. Xo'sh, yaqinda 3 yilga to'ladi, 3 yoshga, shuning uchun charchadi chamamda. Kimga tom yopish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqsa, konteyner mahsulotlaridan hozir ko'rsataman. Bu ishimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida bo'lyapti. Bu ishimiz strapila, kak strapila shaklida to'qiladi firmamiz. Ko'rishlar mumkin. Bu joyi duvalni chetiga tushadi. Bu tarafi chiqib turadi. Xo'sh, bu tarafi endi zigzag holatda to'qilib, strapila holatda tepaga chiqadi. Xo'sh, ko'ringlar. Xudo xolasa, bu sig'ladi tunakka yopilsa ham chiroyli unaqa zanglab boshqa bo'lib ketmaydi. Bilyapsizlar, yog'och chirib ketyapti tunakka tagida, uzoqqa bormayapti. Endi bu gapim bilan yog'ochni yomonlash, boshqa qilmash emas. Demoqchimi, sal mo'shniyroq chiqyapti bu ishlarimiz. Menga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'sh, kvadrati 160 mingdan endi tepaga boshlanib ketaveradi. Shu ishimiz 165 ming so'mdan 1 kvadrat tunakkasini olib beradi, yopib beramiz. Masofasi 1 metrga qo'yiladi. Xudo xolasa yaxshi, zo'r xizmat qiladi. Bitgan holatlarni ham qo'yib boraman. Kuzatib borish uchun bitta like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Cho'ta telefon charchayapti.